Assalamualaikum qarindoshlar. Gollandiya şoförlük pravası nazariya darsimizga xush keldinglar. Bugun 13-ci dərs hərbi maşınlarga yol beriş qaydalarını öyrənib ötümüz. Yəni Vorrangrichos bei Militär kolonni. Aldılan yəni bu hərbi maşına, hərbi qism maşinləri deyəndə qanday maşina, şunu bilishimiz kerak. Bu adatda günlük turmuşda bir daim uçrab turmaydigan ahvol. Mesela ben Gollandiyada yaşayalı xil uzun bo'lgan bo'lsin, bir qitim yo'llarda harbiy mashinalarni hozirgacha uchib boqmadim. Lekin uchrab qilish ehtimoli bor bo'lgan bir ahvol bo'lganligi uchun shu buning nazariyasini bilishimiz kerak. Ham imtihonga buning nazariyaga doir savol cho'qim chiqadi. Yani harbiy mashina degan vaqtda odatda bir harbiy armiya va yoki bir afetdan qutquzish tashkiloti, endi masalan davlatlik bir afet bo'lganda, mesela yer tevreş deyimiz, kelgün deyimiz, işte afetler bo'lganda, işte bir tashkilotlarninki bir qo'mondonning tashkilligida arqa mangdigan işte bir qatnash vositalarini harbiy qism mashinalari, harbiy mashinalar deydiganmiz. Adat bu mashinalar mesela 20, 30, 40, 50, 100 mashina işte bo'lish mumkinken. Endi bu hərbi maşınlar yəni bir alayda qatnaş vasitəsiga təbə. Şu onunki bir alayda yol beriş qaydaları var. Endi yol beriş qaydalarını bilishdən burun aldı bilan bu hərbi maşınlarning minish tərtibini bilishmek muhim. Şu minish tərtibiga asasən yol beriş bermaslikni belgilaymiz. Yəni bu hərbi maşınlar odatda onda 1-2 maşina mangmaydigan, odatda 20, 30, 40, 50 hatta onundan jiq maşınlar qatar mangdigan. Şuna yani birinci mangan maşina qaysi, o'ttirdi mangan maşina qaysi, eng oxirda mangan maşina qaysi, shuni bilish pek muhimken. Yani odatda eng oldida birinci olib mangan mashinanki sizlar mana rasmda ko'rsatilgandek o'ng va so'l tarafida 2 dona ko'k bayroq bo'ldi ekan. Ondan o'ng tarafidagi bayroqning ostidagi cho'ng chirig'i ham ko'k rangda bo'ldi. Yani mush rasmda ko'rsatilgani birinci olib eng oldida mangan mashinaning belgisi. Yani o'ttirdi mangan mashinalarning hammasininki faqat o'ng tarafidan bir dona ko'k bayroq bo'ldi. Eng oxirida mangan mashinaninki o'ng tarafida yeşil bayroq bo'ldi. Yeşil bayroqning ostidagi cho'ng chirog'mi yeşil rangda bo'ladi. Yani bu rasmda shu boshda mangan, o'ttirdi mangan, eng oxirida mangan mashinalarning uchilisini keltirib qo'ydik. Endi rasmni ko'rgandek sizlar eristeni eng boshda mangan mashina buning 2 dona ko'k bayroq, ondan chirig'i ko'k chiroq, o'ttirdi mangan mashina ko'k bayroq, ko'k chiroq, eng oxirida mangan mashinaning faqat bir tal yeşil bayroq, yeşil chiroq. Endi yo'l berish qoidalariga kiraylik bir-birlab. Men mushu harbiy mashinalarga yo'l berish jihati cho'qim bilish tegishli bo'lgan 9 turlik qoidani hamın tafsilatlab chiqdim. Birinchi qoida, yani baravar bo'lgan kesishim yo'l eg'izi, yani xilayk vardiq karavsingda agarda birinchi harbiy mashina o'tishni boshlamagan bo'lsa, u holda yo'l bermaymiz. Yani mesela rasm qarasanglar bir kravsinken, lekin hech qanday qatnash chirig'i, qatnash taxtasi, qatnash belgilari yo'q. Demak, xilayk vardiq kravsing. Biz hozir sol tarafimizdan harbiy mashina kelibdi. Yani biz hozir harbiy mashinaning o'ng tarafidan keldik. Buni rasm qarasanglar, bu birinchi harbiy mashina ekan. Qanday bildik? Yani mashinaningki oldida 2 dona ko'k bayroq bor ekan, ko'k chirig'i bor ekan. Demak, bu birinchi mashina ekan. Shunga birinchi mashina yo'ldan o'tmagan bo'lsa, o çağda biz hazır harbiy mashinaga yo'l bermay o'tib ketaversak. Endi ikkinchi qoida, agarda yani o'xshashlam kesishim yo'l eg'izida, barobar bo'lgan kesishim yo'l eg'izida, agarda birinchi mashina yo'ldan o'tib ketib bo'lgan bo'lsa, biz shu qatnash qoidasi bo'yicha o'ng tarafdan kelgan bo'lsaqmi, yenilam bütün mashinalar o'tib bo'lguncha saqlashimiz kerak. Bunda ahvolda harbiy mashinani kesib o'tsak bo'lmaydi. Mesela rasm qarasanglar, buna yenilam xilayk vardiq kiravsinken baravar bo'lgan kesishim yo'l eg'izi.
Biz hozir harbiy mashinaga nisbatan sol tarafdagi biz o'ng tarafdan keldik. Asli qoida bo'yicha o'ng tarafdan kelgan qatnashga yo'l beratdik. Lekin hozir birinchi harbiy mashina o'tib ketib bo'lganligi uchun ma bizga nisbatan sol tarafdan kelgan harbiy mashina orliqdagi mashina bo'lganligi uchun, ya'ni birinchi mashina o'tib ketib bo'lganligi uchun u vaqtda bu harbiy mashina bizga yo'l bermaydi. Biz harbiy mashinani kesib o'tsak bo'lmaydi. U chog'da butun harbiy mashinalar o'tib bo'lguncha saqlab turishimiz kerak. Endi uchinchi qoida, ya'ni harbiy mashinalar chiqish yo'ldan chiqqan vaqtda, ya'ni outritdan chiqqan vaqtda, ya'ni o'xshashlan birinchi mashina o'tib ketib bo'lgan bo'lsa, biz yana harbiy mashinani kesib o'tsak bo'lmaydi. Ya'ni biz yo'l berish qoidani o'rgangan vaqtda degan to'q outritdan chiqqan vaqtimizda bütün qatnash vositalariga yo'l beramiz deb. Outritdan chiqqan vaqtimizda hatto piyodalarga yo'l beratdik-ku. Endi hozir harbiy mashina hozir outritdan chiqyotdi. Lekin birinchi mashina o'tib ketib bo'lganligi uchun, garchi hozir harbiy mashina outritdan chiqqan bo'lsa-mu, lekin bizga yo'l bermaydi. Ya'ni biz bütün harbiy mashinalar o'tib ketib bo'lganda ondan o'tsak bo'ldi. Ya'ni bunda ahvol ostida birinchi mashina o'tib ketib bo'lganligi uchun harbiy mashinani kesib o'tsak bo'lmaydi. Endi 4-qoida. Agarda harbiy mashinalar mushta kesishim yo'l eg'izidan o'tayotgan vaqtda, agarda ko'ch chirig'i, ya'ni yeşil rangdan boshqa rangga o'zgarib ketib qolsa, u chog'da harbiy mashinalar mangsa bo'laveradi. Ya'ni bu yerda nima demoqchi degan vaqtda, agar birinchi harbiy mashina o'tmoqchi bo'lgan vaqtda ko'ch chirig'i qizil bo'lsa, to'xtaydi-ku cho'qim. Lekin qatnash qoidasini sizlar bilasizlar, masalan, ko'ch chirig'i yeşil bo'lib yongan vaqtida, ya'ni ko'k bo'lib yongan vaqtida biz o'tsak bo'ldi-ku. Lekin u ko'ch chirig'i ko'k ranglik bo'libmi, u kechgacha yinib turavermaydi. Faqat bir 2 minut yanadi, undan keyin almashib yinib turadi-ku, birdan bir yo'lning degandek-ku. Endi bu harbiy mashinalar odatda mushta mang'an vaqtda balkim 20-30 mashina bo'lishi mumkin, 40-50 mashina bo'lishi mumkin. Endi birinchi harbiy mashina o'tgan vaqtda ko'ch chirig'i ko'kdi. U harbiy mashina ko'ch chirig'i hozir ko'k bo'ldi deb mangdi. Lekin bu harbiy mashinalar mushta qichiq mashinalar birga mang'anligi uchun balkim 4-chi, 5-chi harbiy mashinaga kelgan vaqtda ko'ch chirig'i qizil bo'lib qolishi mumkin. Lekin bunda ahvol ostida birinchi harbiy mashina chiroq ko'k bo'lgan vaqtda mang'anligi uchun uning keyindagi qolgan harbiy mashinalarning hammasimi garchi chiroq qizil bo'lib ketsa-mu, qizil chiroqni bisib mangsa bo'laveradi demoqchi. Masalan, ustidagi rasm qarasanglar, hozir biz oq mashinani haydab kelyapmiz. Bizning chirig'imiz ko'k bo'ldi hozirchi. Lekin hozir bizning chirig'imiz ko'k bo'ldi degan gap harbiy mashinaning chirig'i cho'qim qizil. Lekin birinchi harbiy mashina chiroq ko'k vaqtda o'tib ketganligi uchun hozir mush harbiy mashinalarning hammasi qizil chiroqni bisib o'tayversa bo'laveradi. Biz garchi chirig'imiz ko'k yongan bo'lsa-mu, lekin harbiy mashinani kesib o'tsak bo'lmaydi. Ya'ni ya'ni rasm qarasanglar, mana mushunga dal bir misol. Bizning chirig'imiz ko'k. Lekin birinchi harbiy mashina yo'ldan o'tib ketib bo'lganligi uchun, garchi bizning chirig'imiz ko'k bo'lsa-mu, hozir biz harbiy mashinani kesib o'tsak bo'lmaydi, harbiy mashinaga yo'l beramiz. Endi 5-qoida. Agarda biz harbiy mashinaning o'ttirsida minib qolgan vaqtimizda, agarda ko'ch chirig'i qizil bo'lib yinib qolib qolsa, u chog'da biz cho'qim to'xtatishimiz kerak. Ya'ni baya bir qoidani so'zildi-ku, harbiy mashinalar o'zaro minayotgan vaqtda o'ttirdi hech qanday mashina olmaydi. Birinchi harbiy mashina ko'k bo'lganday mang'an bo'lsa, lekin orliqda qizil chiroq yinib qolib qolsa, harbiy mashinalar biz o'sib bo'laverdi. Lekin bu qoida bizga emas-ku. Ya'ni men rasmdagidek ahvolda biz hozir harbiy mashinaning orliqida minib qoldik. Lekin ko'ch chirig'i qizil bo'lib yinib qoldi. Bunda vaqtda
Ama aldığımız hərbi maşını ötəp ketkenki men ötəp ketiveray dep ötsek bolmaydı. Çünkü biz hərbi maşını haydamadık. İmtihanga çoxum çıkıdığan ahvallarning birisi muşu. Muşta resim çıkıp hazır çırak kızıl bulup yandı. Mansınız bulamdı desem. Hərbi maşını kızıl çırağın büsbüsü boldu deplam, hə deplam tanlap qilishimiz mümkün. Lekin şunu unutup qalmanglar, biz hərbi maşın emas. Şuna hərbi maşını kızıl çırağın büsbüsü boldu. Lekin biz büsbüsek bolmaydı. Şun biz muşta hərbi maşının arlıqıda map qalğan vaqtımızda agar qızıl çıraq to'g'ri kelib qalsak, cho'qim to'g'ri. Endi 6-qoida, yani hərbi maşınlar benində babavdikom şəhər içində maşina degəndə avtobus bekitidən qo'zg'almoqchi bo'lgan avtobusga yo'l bermaydi. Yani biz o'tgan soatlik darslarimizda forangri qo'llangan vaqtda, yani biz şoförlük piravasini ilishni o'rganayotgan şoförlar agar benində babavdikomning ichida desak, avtobus men hozir bekatdan qo'zg'alaman deb chirg'ini ursa yo'l beradiqchu. Lekin bu qoida hərbi maşina uchun emas, yani hərbi maşina avtobusga yo'l bermesimi bo'ladi, yo'l bermaydi. Endi 7-qoida, hərbi maşina hatto piyodalar yo'lidan o'tmoqchi bo'lgan piyodalarga yo'l bermasa bo'ladi. Masalan, bu rasmda hozir mana zebra pat bor ekan, piyodalar yo'ldan o'tish yo'li, piyodalar bor ekan, yo'ldan o'tishga tayyor bo'lib turibdi. Bunda ahvolda hərbi maşina yo'l bermaydi. Mush piyoda yo'ldan o'tkichi kishi butun hərbi maşina o'tib bo'lgandan keyin ondan o'tadi. Endi 8-qoida, yani 10 xilay vardığı kravsingda, yani beraber bulmayan kesişim yol eğizda, yani qanday kesişim yol eğizi beraber bulmayan kesişim yol eğizi boldu, o kesişim yol eğizda qatnaş taxtları boldu, qatnaş çıraqları boldu degandekçi. Muşta beraber bulmayan kesişim yol eğizda, agarda bizning başlamağış haqqımız bolsa, o çaq biz hərbi maşınlarni kesip ötsek boldu. Yani marasim qarasanglar, marasim pek uçuq çıkmay qaldı, lekin şu qoidaga tushadigan bir uçuq resim tapılmay qaldım. Şuna muş resimni qo'llandim. Yani biz hozir aq mashinani haydab ketib boramiz-chu. Qarasanglar, ma yo'lda forrangis vaqtning belgisi bor ekan-chu. Biz yana hozir forrangis vaqtda ketib boramiz. Buni degan gap, yani forrangis vaqtda ketib borgan vaqtimizda shu o'ng va so'l tarafdan kelgan qatnashlar bizga yo'l beradi-chu. Bizning hozir oldin minish haqqimiz bor. Hozir harbiy mashinaning birinchi mashina o'tib ketib bo'pti. Lekin biz hozir forrangis vaqti mang'anligimiz uchun 10 xilay vardiq kravsingda harbiy mashina bizga yo'l beradi. Yani biz hozir mishada birinchi mashina o'tib ketgan bo'lsa-mu, harbiy mashinani kesib o'tsak bo'laveradi. Endi 9-qoida, yani tez suratlik tosh yo'lga qo'shiladigan vaqtda, yani infostrok, yani muşta infostrokka qo'shiladigan vaqtda, agarda muşta harbiy mashinalar ketib bo'lgan bo'lsa, u chaqda biz mushu tez surat tosh yo'l qatilish uchun harbiy mashinani kesib o'tsak bo'ladi, harbiy mashinaning oraliqiga kirib. Lekin bir shart, mushu yo'lga chiqib olgandan keyin tez suratda bexatar holda cho'qim yana bir mashina yo'liga chiqib olishimiz kerak-chu. Yana mana rasmda qarasanglar, buni ma infostrok ekan-chu. Hozir bu yo'l oxirlashadi, infostrok tugaydi hozir. Men harbiy mashinalar ketib turibdi. Bunda ahvol ostida biz hozir kesib o'tib harbiy mashinaniki ma yo'lga kirib olgandan keyin ondan so'l tarafimizga qarab bexatar bo'lgan vaqtida darhol ma yo'lga chiqib olsak bo'ladi. Chiqib olish yaxshi-chu. Yani muşta ahvol ostida harbiy mashinani kesib o'tsak bo'ladi. Yani harbiy mashinalarga yo'l berish to'g'risida cho'qim bilishga tegishli 9 qoida mushu. Yana bir qitimliq darsimizda inshaalloh mushu qoidalarga doir o'lgilik imtihon savollarini ishlaymiz. Ma'qul bo'lsa, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.